Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir daqiqa vaqtingizni olaman. Qarang, har vaqtki namoz o'qidingiz. Qo'lingizni ko'taring, ayting: Xudoyo, meni jannati qilgin. Xudoyo, meni jannati qilgin. Xudoyo, meni jannati qilgin. Yurakdan. Va ayting: Xudoyo, meni do'zaxdan najot bergin. Xudoyo, meni do'zaxdan najot bergin. Xudoyo, meni do'zaxdan najot bergin. Qarang, siz zamindan shu ojizligingiz bilan qo'lingizni ko'tarib duo qildingiz. Sizda yurakdan duo qilgan bo'lsangiz, sizni Parvardigor jannatga eshittiradi. Jannat aytayotgan payg'ambarimiz aytadi, har kimga aytsa xush bor, Xudoyo meni jannati qilgin desa, jannat aytayotgan, Xudoyo shu bandang meni tilayapti. Parvardigoro shuni jannati qilgin. Va uch borki inson aytsa, Parvardigoro meni do'zaxdan najot bersin. Do'zax duo qilayotgan aytayotgan, Xudoyo, Parvardigoro bu bandang mendan sendan najot tilabdi. Mendan o'sha bandangni najot bergin deb do'zax duo qilayotgan. Bas, har vaqtiga namoz o'qidingiz, qo'lingizni ko'taring, duo qiling, ayting: Xudoyo meni do'zaxdan najot bergin.